Hammaga xayrli kun, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Ayni damda Nissan va Leap motoriga bilan konkurent ketayotgan Dongfeng 008 isini qaranglar. Kapitanskiy kreslo, vashe bomba. Bu yerda televizorchamiz, vashe kayf, komfortni qaranglar. 30 ming, 35 ming dollarga bilan olov mashina aziz do'stlar. Bunga qilib bergan ishimiz bu polni xitoycha edi aziz do'stlar. Buni polni to'la holatda ruscha qilib berdik. Orqa monitorlari, old monitorlari hammasi rus tilida, priborlarigacha aziz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, cho'tka hammasi grammatda rus tilida. Kerakli bo'lgan hamma ilovalarni ham yozib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Qlavni ekranga borsangiz agar navigator ishlaydi, Wi-Fi ishlab ekan. Ko'rishingiz mumkin, bilan hamma joy bilan ideal rus tilida aziz do'stlar. Bilan hech qayerda pastda xitoy tili qolmagan, 95% ga polni ruscha bo'lib, hamma kerakli ilovalarni yozib berganmiz. Orqadagi monitorga ham maza. Kayf. 7 kishilik mashinamiz. Zo'r, lekin bu yerga xaldinichi ham bor edi. Mana barpolni o'zi orqa kelib, mana bu yerga ham turadi aziz do'stlar, kerak bo'lsa. Zo'r. Aziz do'stlar, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat qiling. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar, rusifikatsiya usunovka приложений, remont bo'yicha bemalol bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni kuzatib boring. Bizga podpiska, like bosish esdan chiqmasin bu videomizga aziz do'stlar. Salomat bo'ling.